Kuzatuvchimizdan yangi ochilgan holatlar bo'yicha da'vo muddati necha yil degan savol kelib tushibdi. Bu muddat da'vo muddati emas, balki protsessual muddatlar deyiladi. Demak, diqqat qilamiz. Ma'muriy huquqbuzarliklar yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning qonuniy kuchga kirgan sud hujjati, iqtisodiy nizolar yuzasidan iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlarning qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari, ommaviy huquqiy munosabatlar doirasida yuzaga kelgan nizolar bo'yicha ma'muriy sudlarning qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rish to'g'risidagi ariza, ushbu sud hujjatini qabul qilgan sudga sud hujjatini qayta ko'rish uchun asos bo'ladigan holatlar ochilgan kundan e'tiboran 1 oydan kechiktirmay ishda ishtirok etuvchi shaxslar yoki prokuror tomonidan berilishi belgilab qo'yilgan. Endi fuqarolik sudlarida bu tartib sal boshqacharoq belgilab ketilgan, ya'ni fuqarolik sudlarining qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlariga nisbatan yangi ochilgan holatlar bo'yicha ariza berish, ishda ishtirok etuvchi shaxslar bunday arizani hal qiluvchi qarorini, ajrimini yoki qarorini qayta ko'rish uchun asos bo'ladigan holatlar ma'lum bo'lgan kundan e'tiboran 3 oy muddat ichida berishi mumkin. Jinoyat ishlari bo'yicha esa mahkumning foydasini ko'zlab ayblov hukmini yangi ochilgan holatlar tufayli qayta ko'rib chiqish uchun hech qanday muddatlar bilan chegaralanmagan. Hurmatli kuzatuvchilar, meni kuzatib borishni davom eting va obuna bo'ling. Sizlarga manfaatli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib boraman.